Men sizga o'zbek tilida qilishlarni tushuntirib beraman. Mana oldiga bunday tashlang o'zingizni. Ha? Gavdangiz ushab qolyapti, yiqilib ketmadi deyapti, to'g'rimi? Endi yonga tashlang. Mana unda oyoq uzildi yerdan, mana uzildi. Bu bo'sh qoldi, lekin bu qattiq turibdi. Shuni propriocepsiya deydi, ya'ni bo'g'imdagi bosimdan ham miya signal olib turib, o'shanga yarasha muskul ishlatadi. Ha, bolangizni hali sizda qani buvijon opoqalar ko'tarishni, oyoqqa ko'p qo'yishni yaxshi ko'radi. Hali bolangizni bo'yni tutmasdan, o'tirib emaklamagungacha, o'zi kelib bir narsani ushlab tikka turmagunigacha oyog'iga qo'ymaydi. Agar tomoni qiyshayib ketib, hatto ikkita bo'g'im bor-da, tomoni qiyshayib ketib, valgus bo'lib qolib yoki valgus bo'lib qolsa, keyinchalik yurishga ziyoni bor. Tushundingizmi? Shuni propriocepsiya deydi. Ya'ni bo'g'imdagi bosimdan ham miya signal oladi. Mana bunday qilsangiz ushab qolyapsiz, o'zingiz yig'ilib ketmayapsiz. Nimaga? Bunday oldiga qilganingizda o'sha bo'g'imni oldidagi qismda bosim kuchayib ketdi deb miya oldidagi muskullarga signal beradi, o'zini ushab qoldi. Orqaga o'zi orqadan ushab qoladi, bitsepslar ishga tushishni boshlaydi masalan, oyoq orqa lenta. Shuning uchun oyog'iga erta tik qo'ymaylar. O'zi kelib emaklab turgandan keyin hadonotga solasizmi, stoykaga baylaysiz, xohlaganingizni qiling, lekin majburlamang. Tushundingizmi? Bo'yin ham shunga tegishli. Bo'yinni majburlab bunaqa qilib qiyshaytirmaydi. Sog' bo'ling.